Assalomu alaykum, Big Fishing guruhi a'zolari. Mana joyda qaranglar. Hozir Mingbuloq tomonda ketayotgandim. Bitta chiroyli joy ko'rib qoldim. Mana takenda qaranglar, suv mutniy. Daraxtlarni tayi. Salqin ekan. Mana yo'lda bo'yida. Mashina ham oldimda turibdi. Mana shu tashab ko'raman, o'sha daraxt tagiga, o'sha quyosh tushayotgan joyga tashab ko'raman. Akras chuvalchini ham bor edi mashinada. Qo'yib ko'raychi, nimadir ekan. Joy juda chiroyli ekan. Bitta qarmadim, akka tashladim. Ikkinchisini bu tomonga tashlab ko'raman. Aytdi, salqin zo'r joy bor ekan, u daraxt tagiga. Baliq turadigan joy, mana shu yerlarda tursa kerak baliq. Hozir bittasini bu tomonga tashlab ko'raman. Ko'p o'tirmayman, 20 minut, yarim soat o'tirib ko'raman. Ish bilan kelgan edim. Joyni ko'rib tashlab o'tib ketkim kelmadi. Joy u daraxtlar zo'r ekan, lekin daraxt xalaqit bersa kerak yatlarda. Qarmoq tashlagan. Men aytdimcha, daraxt yo'q ekan, tashlasa bo'lar ekan batda. Xo'p. Birinchi tashlagan qarmog'imda paklovka bo'ldi, tortyapti nimadir. Mayda baliq ham bo'lishi mumkin, mana sekin-sekin tortyapti. Quyosh tushgani uchun yaxshi ko'rinmayapti. O'tirib ko'ramiz shu yerda. Paklovkalar bo'layapti, yetalayapti ana uni. Ko'rinyaptimi sizlarga? Tortishini qaranglar. U daraxtdagi yopib ketyapti ana. Chap tomonga qarab ketyapti o'zi. Birinchi tashlaganim. Ikkinchisini u tashladim, bunisi vaqti chiroyli tushdi, u shoxlar tagiga. Qanaqa baliqligini bilmayman, mayda bo'lsa kerak-ku, lekin tortyapti. Karash chiqib qolsa edi, kattagina. Joyda qaranglar, zo'rligini. Yo'lda bo'yida. Salqin, tinch. Faqat bitta ikkita mashina o'tib turibdi xolos. 5-10 minutda bitta. Lekin tortyapti, mashinasini tortyapti. Birinchi tashlaganim. Bu narigiga hali baliq kelishga ulgurmadi shekilli. Natija yoki tortib qolsa, ko'rsataman sirazi. Shu bitta ikkita mashinani o'tayotganini hisoblanmasa juda zo'r joy ekan. Salqinligini qaranglar, kechgacha salqin tursa kerak. Quyosh mana tomondan o'tyapti, bu tomonga qarab, obeddan keyin baqa tushsa kerak quyosh. Qushlar sayrab yotibdi. Sharaqa qilib. Suv tinch, mutniy. Chuqurligi ham yaxshi ekan. 1.20 qilib tashladi, mana turibdi 1.20 da. Hozir yerga tegib turibdi quruchoq. Shu birdan oshar ekanda chuqurligi. Tortyapti ham, yana qizig'i tortyapti. Bitta yetalab berganda edi, hozir sudrab tashlaganda 700-800 grammlik sazan har kun o'sha yerda to'xtardim. Lekin tortyapti, maydaga o'xshayapti-da. Narigisini tortgan yo'q, ammo narigisini bu tomonga tashlab qo'ydim. Hali tortgan yo'q. Ammo zo'r turibdi. Shunisi ishonchim ko'proq bundan ko'ra. Bu ham yaxshi tushdi-yu, lekin bu narigi bundan ham yaxshi tushdi. Qisqasi, zapret tugab, ovlarni boshlab oldik mana xudo xolasa. Hamma baliqchilarga omad. Baliqga endi erta-indin kuchli ovlar bo'lsa kerak, zapretlardan tugab uyda o'tirib zerikkan baliqchilar hammasi shanba bozor erta-indin baliq ovga chiqadiganlar ko'p bo'lsa kerak. Hammalarga omad tilayman. Ovlaring baroridan kelsin. Mana albatta shu yarim soat 20 minut o'tiraman, ketaman keyin. Agar natija bo'lib qolsa, tashlayman. Keyin lokatsiyasini tashlab beraman. O'z Zakencha yo'lda bo'yida, uzunligi 2 kilometr. Bu joyga kelib o'tirsa bo'laveradi. O narigisini ham endi bir marta hozir tortib qo'yib yubordi. Bitta tortdi hozir. Unisini ham. Mayda ekan shekilida baliq sudrab ketmayapti. Lekin joy zo'r, mazza qilib o'tiradigan joy. Yo'lda bo'yi, daladan, changdan yurmaysiz. Asfaltdan kelib shunday o'tirasiz. Agar karas-paras chiqib tursa, kechgacha mazza qilib o'tiradigan joy ekan.
Mana uduchkam yaxshi tortyapti. O'yga tashladim, daraxtdagi oz tortib yoqqa borib qo'ydi. Baliq ham o'ynayapti maytlarda. Baliq bor ekan. Katta bas shu bir qarishga yaqin karas bir narsalar yurganga o'xshayapti. O'yga tashladim kelib. Hozir u daraxtdagi borib qo'ydi. Ozgina oqim bor ekan, ozgina. Bilinmayapti u. Poplovda ham sudramayapti. Juda sekin oqyapti. Menga masalan joyi yo'qdi, agar iloji bo'lsa 1-2 soat o'tirib ko'rish kerak bo'pti. O daraxtdagi mana chekkaroq o'tirib o'sha daraxtdagi otib ko'rish kerak. Shunday baliq turadi salqin joyda, qorong'i joyda. Joy zo'r ekan. Mana uni bunisini tortmayapti. Lekin mana uni o'rtada tortyapti. Buni ham o'rtaga tortib qo'ysam bo'lar ekan. Pakilovka qisqasi bor. Baliq o'ynayapti, joy yaxshi. Chuqurligi 1 metrdan oshiq. Lekin baliq chiqqani yo'q. O'shaning uchun lokatsiya tashlamayman. Lokatsiya tashladi, yugurib kelib olsalar ham baliq chiqmasa, sokini bermaylar. Lekin joyga gap. O'zim ham bir kun ertaroq kelsam 1-2 soat o'tirib ko'raman. Keyin natija bo'lsa keyin tashlayman. Lekin joyga gap yo'q ekan. Bu qarmoqlarni yig'ishtiraman hozir. Borib baliqni olib qaytishim kerak. Bizlarning bilasizlar, ko'lga laqqan borib tashlamasam bo'lmaydi.